Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Aziz solihalar hamda solihlar. Bugun islom taqvimining eng buyuk kunlaridan biri, ya'ni Arafa kuni. Bu kun gunohlarni kechirish va duolarni ijobat bo'lish, Allohning rahmati to'lib toshadigan kunda bandalar uchun mag'firatiga sa'y qilinadigan imkoniyatdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu kunni har yili intiq bo'lib kutar edilar. Arafa kuni Alloh birorta kunda do'zaxdan shuncha ko'p odamni ozod qilmaydi. U o'z bandalari bilan faxrlanadi. Sahih Muslim 1348-hadis. Alloh taolo Qur'onda Arafa kunini ulug'lagan. U Zulhijja oyining 9-kuni bo'lib, u tashrih kunlaridan oldingi kundir. Sura Buruj 85-oyatda va gunoh bo'lgan kun va gunoh bo'luvchiga qasamki deyilgan. Musofirlardan bu oyatdagi gunoh kun Arafa kuni, gunoh bo'luvchi juma kuni ekanini ta'kidlashgan. Bu kun haj, Arafa degan hadisga asosan hajning yuragi hisoblanadi. Haj Arafadir. Termiziy 265-hadis. Ro'za tutishning ajri qanchalik? Arafa kunida ro'za tutish hajda bo'lmaganlar uchun buyuk imkoniyatdir. Arafa kuni ro'zasi tutgan va kelasi yilning gunohlariga kaforat bo'ladi. Sahih Muslim 1162-hadis. Har bir soliha ayol bu kunda quyidagi amallar bilan Allohga yaqinlashishi mumkin. Qur'on tilovati, yutuq bilan kunni o'tkazish, istig'for, astag'firullohni ko'paytirish, duo. Alloh bugun duolarni qabul qiladigan kundir. Salovat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatni ifodalash, tasbih, tahmid, takbir hamda tahlillar aytishdir. Subhanallohni ko'paytirish hamda alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Meni zikr etinglar, men ham sizlarni zikr etaman. Sura Baqara 152-oyat. Bu kunda qilingan duo eng ta'sirli duo hisoblanadi. Eng afzal duo Arafa kunida qilingan duodir. Termiziy duo 59-oyat. Bu kunda ota-onangiz uchun qilingan duolar, oila va farzandlaringiz uchun ularning himoyasi uchun qilingan duolar, islom ummati uchun birlik va barcha mazlumlar uchun qilingan duolar, qalbimizni poklash, iymon va sabr, hayotda bardoshli bo'lish uchun qilingan duolar, vatanimizning tinchlik, omonligi hamda xotirjamligi uchun qilingan barcha duolar ijobat bo'ladi. Inshaalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hijriy 10-yilda Arofatda xutba qildilar. Bu xutbada inson huquqlari, xotin-qizlarning qadri va adolatli hayot asoslari bayon qilingan. Xutbadan parcha: ey insonlar, ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar. Ular sizlar uchun omonatdirlar. Sahih Muslim 1218-hadis. Bu gap har bir erkakka, ayoliga, har bir ayolga o'z qadrini anglash uchun saboqdir. Arafa kuni najot va mag'firat kuni. Bu kun orqali inson yangi hayotga qadam qo'yadi. Qalbda Allohni his etish, unga yuzlanish najotning yo'lidir. Allohga qaytinglar, undan mag'firat so'ranglar. Sura Zumar 39-54-oyatlar. Aziz singillar, aziz solih hamda solihalar, bu kunda faqat harakat qiling. Yuragi pok har bir ayol bu kunda jannat eshiklariga yaqinlashadi. Ro'za tutish, imkoni bo'lsa ro'za tuting.
Agar o'qiy olsangiz, Qur'ondan hech bo'lmasa bir sura o'qing. Hech bo'lmasa 100 marta astag'firullohni ayting. Yaqinlaringizni duoda albatta esga oling. Qalbingizni yuvib zikr bilan to'ldiring. Ushbu duolar ijobat bo'ladigan kunda Soliha kanali ijodkorlarini ham albatta duo qilishni esdan chiqarmang. Alloh xonadoningizga fayzi baraka, tinchlik, omonlik hamda xotirjamlik bersin. Har biringizning farzandlaringiz siz istagandek solih hamda solihalar bo'lsin. El yurt ustidan, oilangiz ustidan, farzandlaringiz ustidan, kelajagingiz ustidan qilayotgan duolaringizni Alloh ijobat etsin. Har biringizga pokiza zurriyotlar nasib qilsin. Alloh sizlarni hamda bizlarni panohida asrasin. Hayit muborak bo'lsin.